Qanday yordam bera olaman? Aytingchi, bu nima? Gulyash. Bildim, u qanaqa go'shtdan? Faqat cho'cha holda. Axir men aytibku, men maxsus menyudan buyurtma berdim. Men sizning saytingizdan maxsus menyuga buyurtma berdimmi? Sizni tushundim, lekin Men hamma ma'lumotni aniq kiritib buyurtma berdim. mana bu maxsus menyu. Bu yerda sizning zakazingiz yo'q. Demak, men sizni aldayapman, to'g'rimi? Yo'q, albatta, uzr. Bu yerda qanaqadir tushunmovchilik bo'lgan. Yo'q, bu tushunmovchilik emas, bu hurmatsizlik. Farqini tushunyapsizmi? Tushunyapman, lekin bu qadar jahl qilish kerak emas. Biz hammasini to'g'rilaymiz. Men jahl qilyapman. Siz meni haqorat qildingiz, mening oilamni haqorat qildingiz. Natasi qo'ying. Kompyuter xato qilgan bo'lsa ham u bilgan-ku cho'chqa go'shti olib kelayotganini. Aytingchi, bu hijob faqat sovuqdan saqlanish uchunmi? Iltimos, men bilan bu ohangda gaplashmang. Gadia. U qanaqa mamlakat bo'ldi-a? Yoqmayotgan bo'lsa qaytib ket. Nima deyapsan, nima deyapsan? Cho'chqa yolmay qolamiz shekilli yaqinda. Sen esa paranjida yurasan. Nima deyapsan, ahmoq?